Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Yana bir fayzi xonadonimizda juda ham sifatli tungi fonlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Asaka tumani Oqbo'ra mahallasida joylashgan do'stlar. Bu xonadonimizning uzungina ravatxona qismlarini tungi fonlar bilan bezab berganmiz do'stlar. Hamda ravatxonamizning yonboshlarini ham tungi fonlar bilan ashka qilib tepalargacha burib berganmiz aziz do'stlar. Bu xonadonimizning qilgan ishimizni sizlarga birma-bir tushuntirib, hamda narxlarni aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda tungi fonimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz do'stlar. Ravatxonamizning uzunligi narigi burchagidan oxirigacha 26 metr do'stlar. Eniga esa 5 metr atrofida do'stlar. Hamda bu joyni ko'rib tursa, bu joy 5 metr atrofida. Bundan tashqari tungi fonni tepagacha ashkalar bilan bezab berganmiz. Shundan ham inobatga olib ketiladi do'stlar. Shunda bu xonadonimizga 215 kvadrat tungi fon ishlatdik. Tungi fonimizning 1 kvadrat metrini hamma rasxodlash ichida 140 ming so'm atrofida qilib berdik. Shunda bu xonadonimizga 29 million so'm atrofida pul ketdi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek juda ham go'zal. Endi tungi fonimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. O'rtaga shaxmatlarimiz terilgan, yonboshiga esa bir qator kandizlar aylantirilgan. Sababi yonboshiga 60-70 cm qilib plashatka aylantirsa ham bo'lar edi. Qandaydir figura ishlatsa ham, agar figura ishlaydigan bo'lsangiz pastga tushib ketadi. Ko'rib turibsizlar, devorlarimizda havo aylanib turish uchun derazalar qo'yilgan. Pastga tushib, shu deraza yopilib ketmasligi uchun xonadon egalarining talablariga binoan kelishgan holda xuddi shunday dizaynlarda tungi fonlar qilib, shaxmatning yakunlanishini bir qator kandiz bilan tugatib berilgan do'stlar. Hamda ko'rib turganlaridek bu navoiyimiz uklon qilib yopilgan. Bu tomondan ko'ra bu tomonda 10 cm farqi bor do'stlar. Bu tomon taxminan 10 cm balandda, bu tomoni pastda. Xonadon egalarining talablariga binoan. Endi bu shaxmatda tekis qilib tersa ham bo'laveradi do'stlar, o'ringa olib. Sababi tekis qilib teradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, rim ustunlarimizning tepa gullari yopilib ketar edi. Xonadon egalari xuddi shunday talablar qo'ydiki, bizga rim ustunlarimiz ham tepalar gullari ham ochiq qolsin, yopilib ketmasin, hamda yonbosh tomondagi derazalari ham ochiq qolsin deyildi. Xuddi shunday kelishgan holda albatta uydagilar bilan xuddi shunday dizaynlar tanlandi aziz do'stlar. Sizlarga ham shunaqa sifatli, kачествоli, hamyonbop narxdagi tungi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizni aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin do'stlar. Sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarning ishlariga omon.